kechdim demanglar. Agar qarzdor berolmayotgan qarzdor bo'lsa berar edi bilasiz. Imkoniyati bo'lmayotgan bo'lsa kechganingiz afzal. Qiyomatga qoldi deyishingiz ham mumkin. Lekin boyaga odam bo'lsa berar edi bilasiz. Halol to'g'rini bera olmayapti, ish yurishmayapti, puli yo'q. Kechganingiz afzal bo'ladi. Ammo ikkinchi odam bu shunaqa odamki, bera olmayapti emas, bermayapti u. Va bermaydi. Unda nima qilasiz? Kechdim deysizmi? Qiyomatda olaman deysiz. Endi dunyoda olib kelsa-chi? Olasiz. Shuning uchun aytingki, o'sha odam bo'lsa zolim, zulm qilayotgan. Olib kelib bersa, shu dunyoda olaman, aka yo uka. Agar dunyoda bermasangiz, qiyomatda olaman, lekin kechmayman deb qo'ying. Chunki so'ramasdan tek esdan chiqarib olsangiz, bu haq qiyomatda sizdan so'raydi, nima menga talab qilmagansan deydi.